Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sizlarga ikkita xush xabarim bor. Birinchi xush xabarim yaxshi xush xabar, ikkinchisi ham yaxshi xush xabar. Qaysidan boshlaymiz? Birinchisidan boshlaymiz. Do'stlar, men qaror qildim. Qozog'istondan Toshkentgacha qanday qilib bo'lsa ham yetib borishga qaror qildim. Srochniy test va qizimni chaqirib o'sha yerlarda boshlarini tekshirib, apparatlarga tushiramiz sizlar bilan birgalikda. Ikkinchi yangiligim, men shu Moskvadan ana shu Qozog'istongacha kirib kelishgacha meni pulim yetdi. Meni pulim qolmadi. Bir joy olib, gostinsa olib qolishga ham pulim qolmadi, bir narsa yeb ichishga ham pulim qolmadi do'stlar. Bir amallab yetib boraman endi Toshkentgacha. Chunki men o'lchab chiqdim, qo'limdagi pullarim ko'rdinglar, bir joyda qolib ketdim, tishlarimni qildik. Alloh rozi bo'lsin, u insonlardan menga rosa yaxshilik qilishdi, lekin baribir rasxotim bo'ldi. Men o'lchab hisoblab chiqqan pulim yetmay qoldi. Men hech kimdan pul so'ramayman. Dalshi O'zbekistonga ketishga qaror qildim. Shu qarorimni qo'llab-quvvatlaysizlarmi, yo'qmi, nima deysizlar, yozinglar. Mayli negativlar kela olmaysan, u yoq bu yoq dedi, menga farqi yo'q. Bu yerdan O'zbekistonga borsak, Toshkentdan Samarqandgacha marafonni davom ettiramiz va to'xtamaymiz. 70 kiloga tushmaguncha to'xtash yo'q do'stlar. Birgalikda sizlar bilan birgalikda bu narsani eplaymiz. Menga podдержка berib turasizlar degan umiddaman va kutib qolaman. Sizlarni yaxshi ko'raman. O'zinglarni asranglar. Qolganini o'zimizning yurtimizga, O'zbekistonimizga davom ettiraman, lekin to'xtamayman. Rahmat hammaga.